kirib kelishimiz bilan har bitta xonadonda issiqxonalar bor ekanda. Xorobo degan nomi bilan Grand Flash degan nomi ekilgan. Bu ikki xil bu. Ko'k karam bu, nargis qizil karam. Pastimizda gul karam. Aslida Rossiya davlatiga Polshadan olyapti. Ozarbayjon olyapti. 10 tonna karam chiqarmas yerdan. O 12 mingta egilganda. Bozor bersa yaxshi bo'ladi hammasi. Ayni vaqtda biz tabiat va inson mehnati uyg'unlashgan bir nuqtadamiz. Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani Uyaz mahallasida joylashgan, yoshlar uchun ajratilgan mana shu yerlarga karam ekilgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Rahmat. Bu yerlar sizniki? Bizniki, ularimizniki, jiyanlarimizniki. Demak, jiyanlaringizga berilgan, birgalikda parvarish qilasizlar. Ha, birgalikda. Hozir qaragani ko'rdim men. Bu karamlar necha turdagi karamlar ekiladi? Bu yoqda qizil bor ekan, bu yoqda ko'k bor ekan. Bu yerda hozir ikki xil bu. Ko'k karam bu, nargis qizil karam. Pastimizda gul karamimiz bor. Qo'shnimizda bolgarskimiz bor. Bolgarskiy? Necha so'tga tashkil qiladi mana shu maydon? Bu 20 so'tq. Hozir bu yerda turgan ko'k karamimiz. Nargisi 30 so'tq. Demak, 20 so'tqiga karam, 30 so'tqiga bolgarskiy qizil karamlar ekkansiz. Ekilgan. Yaxshi. Bolgarskiy baqlajonimiz bor nar tomonimizda. Necha yilga berilgan bu yerlaringiz? 30 yilga berilgan. 30 yilga. Ha, yoshlarga. Prezidentimiz qaroriga hisoban 30 yilga berilgan. bo'lib berilgan. Jami qancha yer olgansizlar shunda? 10 so'tq olganmiz-da. 10 so'tq, 30 so'tq jami. Ha. Yaxshi. Sir bo'lmasa, endi bu yerdan qancha daromad olish niyat? Endi niyatimiz katta edi, opa. Bulardan sal bozorimiz o'xshamay turibdi hozir. Agar bo'lsa 10 tonna karam chiqarmas yerdan. O 12 mingta egilganda, 1 kg berganda 12 tonna. Palon 10 tonnali chiqadi. Men so'rasangiz hozir 10 million, 20 million, bu 25 million bo'lib qolardi. Lekin hozir narximiz o'xshamay turibdi, bozorimiz tushgan. O'sha uchun. Endi bu yoqga niyatlar, planlar qanaqa? Bu dala maydonlarini kengaytiramizmi yana? Boshqa ekinlar ekamizmi? Ha, nasib bo'lsa endi izidan yana ekinlar ekamiz. Kechki bolgarskiy ekiladi. Makka yuqori ekiladi. Qachon pishadi endi bu karamlarimiz? Endi 15 kun 20 kungacha tayyor bo'ladi bu. Oldin tayyor boshlagan. Ko'rdingizmi? Narigi boshlari kattalari bor ekan. Tayyor boshlagan, bular ham sal yerda bu kichigi bo'lgan. 15 kunlarda tayyor bo'lib qoladi bular. Bu qizil karam bilan ko'k karam farqi nimada? Qaysi biri tez pishadi? Ikkalasi ham tez pishadi, bir pishadi, egishiga bog'liq. Sal kech ekan, bizlar ertaroq ekilgan. Ko'rsak, narxida farq bormi bularda? Bularda sal farqi bor, maksimum baland yuradi hozir bularda. Bu salatnida. Ha, demak, qizil karamlar ko'k karamga qaraganda qimmatroq yuradi. Qimmatroq yuradi. Hammasi salatga ko'p, faqat hammasi eksportga ketyapti-da. Eksportga? Qayerlarga eksport qilyapmiz endi buni? Aslida Rossiya davlatiga. Keyin Polshadan olyapti. Ozarbayjon olyapti. Yaxshi. Hozir keyin ichki bozorlarimizga ketyapti, ekin-sot, bunaqalar, sal maydaroq chiroqlari. O'zimiz mahalliy bozorlarga ham. Qanaqa navlar ekilgan shunda bu? Bu yerda Xorobo degan nomi bilan Grand Flash degan nomi ekilgan. Demak, ikki xil nav ekilgan. Xudo xolasa bular xarajatni qoplaydimi? Qancha ketdi xarajat kelsa bo'lmasa? Endi bu yerga mana shu yerga 8 million xarajat qildik. 8 million. Karam ekilishgacha. Klyonka o'piladi, tish qiladi, ayollar ishlaydi. O'shaning uchun 8 millionlar xarajat qildi. Biz Jarqo'rg'ondan Qumqo'rg'onga kirib kelishimiz bilan men Surxondaryoning ko'p tumanlarida bo'lgan bo'lsak, Qumqo'rg'onday tuman ko'rmadim, chunki kirib kelishimiz bilan har bitta xonadonda issiqxonalar bor ekanda. Bor. Nimaga bunaqa? Hamma issiqxonada sabzavotlar yetishtirar ekan, boshqa tumanlarga qaraganda. O'zi biz agrar davlatmiz-da. Biz hammamiz agrar hududimiz davlatmiz ham. O'sha yerda issiqxonamiz nima desam bo'ladi ekan. Yaxshi, mukammal o'rganib qolgan issiqxonaga. Shu 25 yil, 30 yildan beri ekiladi-da. O'sha tug'ilgan bola ham hozir yosh bolani aytsangiz, bolgarskiy ekishdi, karam ekishdi, o'rganib qolgan. Yaxshi sevib mukammal o'rganib ketganda. To'g'ri. Demak, ko'pchilik biladiki, issiqxonada mana ekinlardan yaxshigina daromad keladi. Daromadi yaxshi.
bozorlar o'xshasa daromadi yaxshi. O'shaning uchun oila terbiyatyapti. Birov uylantiryapti, birov mashina olyapti, birov uy quryapti. O'shaning orqasida dehqonchiligida. Faqat Allohdan bozor bersa yaxshi bo'ladi hammasiga ham. Necha yildan beri fermerlik faoliyati bilan shug'ullanasiz? Biz endi 20 yildan beri qilamiz buni. Endigina shu sohaga kirib kelayotgan yosh fermerlarimizga Maslahat beramiz, yaxshi qilishni, yaxshi ekishlarni. Chiroyli qo'rqmasdan fermerlik faoliyatini boshlashni. Endi bittada masalan ko'plari keladi-da, men ham qilsam bo'ladimi ekan deb birovdan maslahat so'raydi. Bo'lmaydi desa, bittada qaytadi-da. Ular mumkin emas. Sog'ligini qarash kerak, maslahat olish kerak, qaytmash kerak. Qaytadigan davrda yashamayapmiz. Faqat oldinga. Oldinga. Ana. Demak, yurtdoshlar issiqxonadan, fermerlik faoliyatidan daromad yaxshigina kelar ekan. Yaxshigina, ha. Alloh hammamiz mana shu qurilishlarimiz, mashinalarimiz, uylarimiz mana shu yerda orqasidan bo'lyapti. To'g'ri. Shu hammamiz yurishlarimiz ham, turishlarimiz ham, to'ylarimiz ham. To'g'ri. Xudo prezidentimiz bergan mana shu yerlarda nasib qilsa obod qilamiz deb bularni. Inshaalloh. O'tgan safar hokim bobomiz ham kelib ketdilar. Rosa xursand qildilar bizlarni. Rahmat hammasiga ham. Dunyo turgunchi turishlik kalasi ham, prezidentimiz ham, hokim bobomiz ham mana shu yerlar ajratib bergan uchun bizlarga. Rahmat. Bizlar xursand qilib ketdi. Mana stalba dedi, stalba qo'yib berdi, asfalt dedi, hamma narsalarni qilib berdi. Ming rahmat. Bizni qishloq o'ylayman-da. Bizlarni qayta motivatsiya berib yubordi, ko'tarib yubordi. Demak, yoshlar uchun ham mana nima yordam bo'lsa hammasi ko'rilyapti, ulardan foydalanyapsizlar, berilyapti. Biz shu dehqonlarimizning hosiliga baraka tilagan holda Surxondaryoning boshqa tumanlariga, mana Denoga boramiz, Sariosiyoga boramiz, boshqa tumanlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Siz esa hosilingizga baraka. Rahmat sizlarga. Rahmat. Bor bo'linglar, salomat bo'ling. Rahmat kattakon.